1 2 3 4 5 narsani to'g'rilasangiz yanada qulayroq bo'ladi, yanada osonroq va ishlashga aytaylik effektivniroq. CRM shunchaki Excel qilib ishlatishadi. Va bu noto'g'ri va neeffektivniy hisoblanadi. Ko'pchilik bu narsani yoqmaydi, lekin ko'p narsani yo'qotadi. Gaplar bilan olib qochmaydi, chunki u aynan sizni ana shu bir nechta savollaringizga o'zini vaqtini ajratib, ketma-ketlikda javob yozdi. Xodimlaringizni mana bu videolarda o'qiting. Sotuv bo'yicha va aytaylik tizimli ishlash bo'yicha. Barchaga assalomu alaykum. Aynan bu videoda sizlarning vaqtinglarni olmagan holda video nomidan bilgan bo'lsanglar, ya'ni bepul audit. Bu videomizda CRM o'rnatganligi hamda CRM o'rnatmoqchi bo'lgan insonlarga va yuqori ehtimol bilan CRM tizimini joriy qilgan, lekin ma'lum va noma'lum sabablarga ko'ra CRM tizimi ishlamayapti. Xodimlar ishlamayotgan bo'lishi mumkin, noto'g'ri o'rnatilgan bo'lishi mumkin, qo'shimcha o'qitilmagan va hokazo sabablari bor, to'g'rimi? Biz oxirgi paytlarda target reklamasini yoqdik, ya'ni reklama yoqdikki, agar sizda CRM tizimi bor, lekin ishlamayotgan bo'lsa, bizga bering, biz audit qilib, sizga aytaylik nimada muammo ekanligini aniqlab, aynan ana shu muammoga yechim beramiz degan reklamani joriy qilgandik. Va aynan ana shu reklamaga juda ham ko'p murojaatlar kelib tushdi. Va uning ichidan biz kamida adashmasam 5-10 ga yaqin mijozlarni jalb qilishga muvaffaq bo'ldik. Va aynan mana shu bizga murojaat qilgan mijozlarning ichida ma'lum va noma'lum sabab, ya'ni bir nechta sabablar bor, tizim ishlamayapti. Va ular bizga berishdi, biz u tizimni analiz qildik. Nimada ishlamayotgan, to'g'ri o'rnatilganmi, noto'g'rimi, xodimlarning обучениesidan va hokazo, ya'ni hammasini analiz qilib biz ularga taklif beramiz. 1 2 3 4 5 narsani to'g'rilasangiz yanada qulayroq bo'ladi, yanada osonroq va ishlashga aytaylik effektivniroq degan mavzuni ko'targan edik. Juda ham qiziqish bildirishdi va aynan bu videomizdan maqsadim shundan iboratki, agar siz tizimni o'rnatgan bo'lsangiz va tizim prosta ancha chang bosib yotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring, manfaat oling. Tabiiyki, siz ham aynan nimada muammo ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, bizga shunchaki murojaat qilish orqali bepul analizni olishingiz mumkin. O'zi nima sababdan tizim o'rnatiladi, lekin ishlatib ketilmaydi? Uni sabablari juda ham ko'p. Va sabablari quyidagicha bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda integratsiyalar yo'qligi, nimaligini tushuntiraman. Sales bot yo'qligi, SMS xabarnomalar yoqilmaganligi, lidlar qo'lda taqsimlanishi va menejerlar, rahbarlar to'liq o'qitilmaganligida bo'lishi mumkin. Endi har bitta hozirgi aytgan gaplarimga qisman to'xtalib o'tamiz. CRM tizimini oladigan bo'lsak, sizlar meni YouTube kanalimda ko'pdan beri borsizlar, meni videolarimni tomosha qilib kelyapsizlar. Demak, siz CRM haqida, integratsiyalar va hokazolar haqida ma'lumotga egasizlar. Va aynan CRM bu ildizi deb oladigan bo'lsak, uni ustida qo'shimcha imkoniyatlar yaratish uchun biz widgetlardan foydalanamiz va qo'shimcha integratsiyalar qilamiz. Va aynan ana shu integratsiyalardan bir nechtasi bu ijtimoiy tarmoqlar integratsiyasi. Bu nima degani? Instagram, Facebook, Telegram gruppalar bo'lishi mumkin, misol uchun sayt bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mana shunaqa ijtimoiy platformalarni bitta CRMingizga ulab joriy qilmaganlikda. Ba'zi bir korxonalar bor, CRM bor, lekin bu narsalarni integratsiya qilmagan va har bitta mijoz tushayotgan zaявkani ular qaysidir ma'noda CRM ga eksport import qilish bilan, ya'ni CRM shunchaki Excel qilib ishlatishadi. Va bu noto'g'ri va neeffektivniy hisoblanadi. Shuning uchun biz birinchi navbatda analiz qilayotganimizda aynan siz jalb qiladigan, ya'ni mijoz bilan suhbat qiladigan va mijozni jalb qiladigan ijtimoiy tarmoqlar aslida integratsiya qilinganmi? Xodimlarga va rahbariyatga qulay qilinganmi? Shuni analiz qilib chiqamiz. Bundan tashqari aynan bu shu mavzuni yakuniga yetkazib qo'ya qolay. Aynan bu xodimlarni vaqtini yaxshigina nima desa bo'ladi? Tejiydi. Bu bir, ikkinchidan mijozga effektivniy tez orada javob berish imkoniyatini beradi. Chunki anta mijozni olib, CRM ga qo'shib, keyin murojaat qilgan qatda primoy CRM ga tushib kelib, mijoz bilan bog'lanish. Ya'ni hozir biz sizlar bilan hammada ko'p sizning konkurentlaringizda tizim bor, ko'pgina konkurentlaringiz sizga o'xshab reklama yoqadi. Demak, masala kim mijozga birinchi aloqaga chiqib, yaxshi muomala qilib, batafsil to'liqroq ma'lumot bera olishida. Aynan buning uchun tabiiyki tizim yordam beradi va tizim to'g'ri joriy qilingan bo'lishi kerak. Ikkinchi sababiga o'tadigan bo'lsak, bu sales bot deyiladi. Ko'pchilik bu narsani yoqmaydi, lekin ko'p narsani yo'qotadi. Bu nima degani? Instagramdan, Facebookdan, Telegramdan boyaga aytganimizdek murojaatlar kelib tushadi va odatda bilsanglar, qiziqgan, qiziqmagan, oladigan, olmaydigan mijozlar sizni va operatorlaringizni juda ham ko'p vaqtini oladi.
To'g'rimi? Aynan mana shuni oldini olish uchun biz analiz qilayotganimizda agar ulanmagan bo'lsa biz tavsiya beramiz. Mana shu sales botni aktiv yoqishi. Bu nima degani? Как Telegram botni Instagram va Facebookdagi varianti desak bo'ladi. Botda aynan har bitta mijoz yozayotganda u bot filtrlaydi. Siz o'zi kimligi, nomeri, ismi, nimaga qiziqayotgani, qayerda turishi, qachon olmoqchi va hokazo shunga o'xshagan o'nlab savollarni yig'ib ketma-ketligida javob beradi. Sizning mahsulotingizga qiziqayotgan, haqiqiy potensiali bor bo'lgan mijoz quyidagi savollarga ketma-ketlikda javob beradi. Alal-oqibat natijasi nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, natijasi operatorga tayyor mijoz kelib tushadi. Ya'ni falonchi mijoz nomeri bilan nima olmoqchi qiziqayotgan. U mijozga telefon qilganingizda u mijoz sizni nomerimni adashib qoldirgan edim yoki bo'lmasa hozir gaplasha olmayman yoki bo'lmasa nimasi bo'ladi. Uje oldim. Ya'ni shunga o'xshagan nima desa bo'ladi. Gaplar bilan olib qochmaydi. Chunki u aynan sizni ana shu bir nechta savollaringizga o'zini vaqtini ajratib ketma-ketlikda javob yozdi. Demak, bu ham operator va menejerlarni vaqtini tejaydi va ularni effektivligini oshiradi. Aynan mana shuni ham biz qilishimiz mumkin agar sizda qilinmagan bo'lsa. Keyingisi bu mijozlar uchun ayniqsa qulaylik. Bu yerda yana qo'shimcha marketing yo'li desak ham bo'ladi. Bu SMS xabarnoma xizmati. Ko'pchilik tadbirkorlar buni yoqmaydi, bilmaydi, foydasi qanaqa, xabari yo'q. Lekin men har bitta ishlayotgan korxonamizga aytaman, SMS xabarnomani yoqaylik, chunki mijoz loyalligini oshiradi, operatorlarga oson bo'ladi va mijozga eng asosiysi o'zini murojaati qaysi etapda turganini bilib turadi. Misol dastavka kelayotganda sizlar qiziqasizlar-ku, har bitta telefonga kirib qayerda ekan deb turasiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa SMS xabarnoma. Mijoz murojaati qabul qilinganligini, uni zakazi qabul qilinganligi, unga qayta bog'lanish kerakligini, telefonni ko'tarmagani, misol uchun dastavka bo'layotgani, har bitta etapda mijozga mana shunday SMS xabarlar yetkazib turish bu ham effektivlikni oshiradi. Tushunasiz? Mana shunday qulaylikni biz yana sizga taklif qilamiz va bizning ustun tarafimizdan bittasi biz sizga shablonlar beramiz. Ya'ni qaysi etapda qanaqa mijozlarga qanaqa SMS xabarnoma jo'natsak bo'ladi, mijozlarni jalb qilish uchun, to'g'rimi? Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu yaqinda bizda bitta case bo'ldi. 11 ta operatori bor, bitta dona sotuv bo'limi rahbari bor. Aynan ular bilasizmi nima qiladi? Oyiga 1000, 2000, 3000 nechidir mingtalab mijoz zaifga tashlaydi ularga, murojaat qoldiradi va u murojaatlarni kuniga ana va aytaylik sotuv bo'limi rahbari bo'lib beradi. Ya'ni senga 10 ta, senga 10 ta, senga 10 ta, 11 ta xodimga va buning uchun nima bir necha soat vaqtini sarflaydi. Tabiiyki, robga ham, ya'ni sotuv bo'limi rahbariga ham qiyinchilik, xodimlarga ham qiyinchilik tug'diradi va bu yerda noaniqlik kimgadir 10 ta, kimgadir 30 ta ketib qoladi. Shu paytda biz shunaqangi widget uстановка qilamizki, widget degani qo'shimcha bir aytaylik qulaylik deylik, sizlarga qulay tushunarli bo'lishi uchun. Aynan u widget 24 ga 7 tushayotgan mijozlarni, Instagram, Facebook, Telegram va hokazodan tushayotgan mijozlarni bitta-bitta xohlasangiz ikkita 10 ta qilib o'zi bo'lib beradi. Bu yerda odam faktori bo'lmaydi va xatolik bu yerda duch kelmaydi. Tushunasizlar? Shunaqa bir qulaylik qilishimiz mumkin. Hozirgi aytayotganlarim hammasini ma'no maqsadi mana shunday qulayliklar orqali tizim ishlab ketishiga, aytaylik, xodimlaringizga kamroq qarshilik chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun quyidagilarni aytib o'taman. Va undan keyingisi eng muhim va asosiysi, ma'lum bir korxonalar bor, bizga tizim analiz uchun berishgan va biz ko'ramiz, tizim yaxshi o'rnatilgan. Sotuv voronkalari, mijoz kartochkalari, skriptlar hammasi joyida, lekin tizim ishlamayapti. Biz shu paytda haqiqatan aytamiz, ya'ni tizim rostdan yaxshi o'rnatilgan, to'g'ri o'rnatilgan. Bu yerda nimaga ishlamayapti desa, xodimlar mana bunaqa aytaylik muammolar qilyapti deb aytishadi. O'sha paytda biz analiz qilamiz. O'zi xodimlarga CRM nimaligi, uni nima ularga foydasi borligini, sotuv va call centerga nima desa bo'ladi, bog'lab o'rqitilganmi, yo'qmi? Yoki xodimlar rahbariyat buni analiz qilish uchun to'liq o'rgatilganmi, yo'qmi, shuni analiz qilamiz. Va bu holatda bilasizmi, aynan muammo mana shunda kelib chiqadi. Masalan, o'rnatilgan, lekin hech kim ularga to'liq ma'lumot bermagan va tabiiyki, siz ham to'liq ma'lumotingiz bo'lmasa, u yoki bu tizimda ishlash siz uchun tabiiyki qiyin tuyuladi, to'g'rimi? Aynan shuning uchun biz mana shu muammoni aniqlagandan keyin mijozlarimizga yana qo'shimcha taklif beramizki, bizda video uroklar bor, video darsliklar, checklistni tashab beramiz. Xodimlaringizni mana bu videolarda o'qiting, sotuv bo'yicha va aytaylik tizimni ishlash bo'yicha.
Undan tashqari tabiiyki kelishuv asosida offline bo'lsa offline, onlayn bo'lsa onlaynda qaytadan tizimda ishlash. Tizim nafaqat texnik taraflama, balki bizda bor tajriba sotuv bo'yicha, to'g'rimi? Aynan sotuvga bog'lagan holda tizimda qanday ishlash kerakligini, CRMdan qanday to'g'ri foydalanish kerakligini biz qaytadan обучение qilib beramiz. Va tabiiyki tizimni tushungandan keyin, ularga haqiqiy foydasini bilgandan keyin tizimni ishlamasligi uchun ularda sabab qolmaydi. Yuqori ehtimol bilan menimcha videomiz qisqa va manfaatli bo'ladi degan edim. Bepul auditni mana shunaqa formatda biz qilib berish imkoniyatimiz bor va bu bizga berganda 10 dan 2 desak bo'ladi. Qolgan yana qo'shimcha funksional juda ham ko'p, lekin buni biz sizlarni tiziminglarni audit qilgandan keyin sizga aytaylik 1 2 3 4 5 takliflarini beramiz. Agar taklif to'g'ri kelsa, tabiiyki sizlar bilan ishlashni boshlab, tizim ishlashiga o'z hissamizni qo'shamiz. Men Bekzod Xanov, kompaniya BT24 va biz avtomatizatsiya bilan уже 4 yilga qarab ketyapti, ishlayotganimizga 140-150 ga yaqin loyiha bilan ishladik. Va bizi aynan sotuv bo'limi va call center tizimlarini CRM sistemalar orqali avtomatlashtiramiz, xodimlarni tayyorlab o'rnatamiz, xodimlarni tayyorlab o'rgatamiz hamda aytaylik biz podдержка qilamiz, ya'ni qo'llab-quvvatlash xizmatimiz bor. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tabiiyki like va obuna bo'lishni unutmanglar. Agar sizlarga ham tizimda ishlash bo'yicha video darsliklar, cheklisti ketma-ketlikda kerak bo'lsa, hamda sotuv bo'yicha videolarimni ketma-ketligida kerak bo'lsa, menga Telegramdan murojaat qilinglar. Xursand bo'laman sizlarga tashlab berishi va sizlarning tiziminglar ishlab ketishiga o'z hissamni qo'shishi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.